Zaharining ziyni haqida o'ylanib yurganimda 80 yillarning oxirlarida oliy maktabda o'qiyotgan chaqlar esimga kelib qoldi. Shu chaqlarda biz hamisha darsdan sirtqi vaqtlarda Xinjiang universitetidan chiqib, do'stlar bilan birga do'nko'rikcha piyoda kelib ketardik. Sayli qilardik yoki rus klubga kino ko'rgili kelardik. Bir-birsidan qamlashgan mag'rur yigitlar birga qadamda bir uchraydi. Ular gerçi özlerining yerlik bo'lganligidan foydalanib, do'stlarimizni urib olsa-mu, haraq tamaki degandek narsalarni elib berishga zo'rlasimi, ularga ko'nglimizda o'chmanlik saqlamaydi. Chunki ular bizga har holda madaniy, sirliq bo'lib tuyulg'achqa ularni hurmatlaydi. To'ylarga, tansilarga borsak, shu yerlik yigitlarning farizatda qizlar bilan qo'l tutishib, mag'rur mengishlari va chiroyli tanz o'ynashlari bizni makliya qiladi. Bütün ko'chalar, so'rinlar shular bilan to'lgandek, shular uchun hozirlangandek ko'rinadi. Shaxsan men ularning har bir jumla so'zlari, har bir ish harakati va yurish turishlariga qarab, millatimizning qizg'in, chiroyli izbosarlaridan o'zimcha faxrlandim. Afsus, bugun biz har qanday joyda bunday ko'rinishni uchirta olmaymiz. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining markaziy shahrida ana shu chaqlarda mana men deb yashayotgan tunish chiroylar bugungi kunda yo'q deyarlik. Ular nega ketdi? Surishtirib ko'rsam, ularning ko'p qismi oq olvostiga yem bo'lib, o'lganlari o'libdi, tiriklari turmalardan o'rin tutibdi. Zaharining sehriy kuchi ashu bir avlodni kerakdan chiqarish bilan bir vaqtda bir qism erlarimizning g'ururini tugatayotgandek qiladi. Biz o'zimiz aniq bilgan misollarga qarab boqaylik. Ma'lum oilada 70-yillarda bir mehribon onadan kayni-kaynidan 3 qiz tug'ildi. O'g'il tug'ib berishni kutib taq bo'lgan bechora onani o'g'il tug'mading deb haqoratlashga boshlaydi. Uni ko'p qatim qattiq uradi, hatto uyidan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ladi. Xudoning iltifoti bilan ona kutilmaganda 2 o'g'il tug'ib, erni qaltis qo'sh qilib etadi. Shuningdan keyin bu oiladagi inoqlik, xo'shal-xo'ram turmush asliga keladi. Dada bo'lg'ichi bu 2 o'g'ilni intayin e'tiborlab cho'ng qiladi. O'g'illar cho'ng bo'lib, oq-qorini farq etgudek bo'lgan kundan boshlab balo qazoning boshlanib ketishini kim bilsin deysiz. E'tiborliq o'g'illar 80-yillarning oxiri Xinjiangga dog' tekkizishga boshlagan Zaharining damiga tushidi. Ular dadasidan erkilab turib olgan bir tutam pullarga zahar setib olib chekib, ota-onaning orzu-armonlarini ko'kka so'rib etadi. Buni ko'rib, ko'zlariga ishonmagan dada 2 bolasini maynatchilik ichida ingrab yotgan yerlaridan tepib akilib, ularning oldida yukinib o'ltirib, zar yig'laydi. Ularning bu yo'ldan yenishini o'tinadi. Biroq bu yo'l barisi kelmas yo'l edi. O'g'illarning ro'yi bulg'angan, o'lgan, qaddi tukilgan tursa, ko'zlariga zahardan boshqa hech nima ko'rinmasa, dadaning yosh to'kishlari ularni ta'sirlantiramdi. Bechora dada oilaga kelgan sachchiliklarga chidamay yig'layotgan onaga dastlabda qiz bo'lib tug'ilgani uchun o'zini ma'yuslantirgan. Bugun uning azobli kunlarda hamroh bo'layotgan qizlarining ko'z yoshiga qarab nima qilarini bilmay qoladi. Butun oilaning iqtisodiy 1 yilga yetmagan vaqt ichida vayron bo'lib, taltukuz tugishidi. Erining so'g'uq muomalasiga, hatto urib tillashlariga chidamay, Xudoga kecha-kunduz yig'lagan onadan tug'ilgan dadasini al jamoat oldida g'ururlik qilgan bu 2 o'g'il yo o'lalmay, yo kulolmay bir oila kishining go'zal hayotining kushandisiga aylanadi. Xinjiang qatnash boshqarish idorasiga qarashli bir kolonning shofiri, bir kolon bo'yicha hurmatga sazovor, kasbga pishqon, tini sog'lom, tarq-turqi joyida g'ururlik yigit edi. Har qanday vazifaning hudisidan bemalol chiqalaydi. Ota-onasimi uning yaramli odam bo'lib chiqqanligidan faxrlanib yuradi. U jafo mushaqqatga chidab ishlab, talabchan, iqtisodchil bo'lib, xili ko'ziga ko'ringan, keyin chiroyli bir qiz bilan to'y qilib, odamning masjid kelgudek illiq oila qurib olgan edi. Qiz o'zining kasbdoshi bo'lib, uni qavatli yaxshi ko'radi. Ular o'zlarining shirin oylarini to'liq ma'nilik, tatliq o'tkazib, go'zal arzu-armonlarni ko'ngillariga pukib, xotirjam turmush kechirib Aradan ancha ko'p vaqt o'tmay, yigit ma'lum bir so'rinda o'zining ayolidan ancha qilishmaydigan, ammo puldor bir farizat bilan tanishib qoldi. Bu qiz ma'lum bir shirkatning xizmatchisi bo'lib, xili jamiyat ko'rgan kishilar bilan aloqa bog'lashga moyil qiz edi. Dastlabda yigit uning bilan bo'lgan munosabatga ancha e'tibor qilib ketmadi. Har kuni ishdan chiqishga hamon illiq oilasiga qaytishga oldirdi. Biroq qizning sehriy kuchi hamma ishni o'zgartirdi. Yigitning turmush tartibi buzildi. Cho'ng-cho'ng restoranlardagi ayrimxonalar, katta mehmonxonalarning bezaklik, romantik tus olgan yotoqlari
Şirin söz, tatlı külke ve kızның so'ngkisidan üzülmey chiqayotgan pul yigitni o'ziga tortib, uni uyiga ketolmas qilibdi. Ayoli uningga ishongachga, uning yerim kechalarda kelishlari va turli bahona sabablarni ko'rsatib, ba'zi kechalarda uyga qaytib kelmasligini ig'ir olmadi. Qizning uningga bo'lgan ishonch aqidasila bu oilani saqlab qelyotdi. Lekin bu kunlarmi uzoq bormadi. Heliqi Parizatning hunarlari yigitga bir-birlab yo'qib, oxiri yigit o'tdak muhabbatdan mast bo'lib, biray ishning oqibatini o'ylashga ulgura olmayla zahar to'rg'a tushdi. Hamda uningga xumor bo'lib qolganligini tuymayla qoldi. U zaharning taromatini bilganda hamma ish kechikkan edi. Shunda qilib, yigit heliqi alvasga chambarchas bog'langan edi. Chunki yetarlik dora faqat uningdan chiqadi. Kutilmaganda manba uzilib qoldi. Uni davomli zaharlab turgan, uni ozdirgan, uni ko'ydirgan, uni halokat yo'liga bosgan bechora ma'lum bir uyda zahar sodisi qilayotganda soqchilar tarafidan tutib olindi. Ammo qanday qilg'uluq? Zahar qumari uni azoblaydi. Paxtaning ichida o'tni saqlab bo'lmaydi. Yigitning bechora qiyofati oxir oshkorlandi. Uning ayoli tandurust bir yigitning qisqa vaqt ichida bu holga tushib qolganligini ko'rib azoblandi. Biroq u ko'z oldida zahar qumari tutib satlashib ketgan bu erning o'zi tanlab so'ygan, o'ziga umrlik jo'ri deb takkan er ekanligini o'ylab uningga tasalli berdi. Uni Baldur-qadakla hurmatladi. Uni qutqizishning amollarini o'yladi. Xili ko'p iqtisodiy badal to'lab, soqchilarning qo'lidan bir qitim qutuldirib chiqdi. Zaharning qumari joil qumar bo'lg'achqa, ayolning mehr muhabbati, uningga umid bilan tikilishlari zahar qumarining o'rnini bosolmadi. Endi oiladagi mol-mulkda setilishga boshladi. Oltin zanjir, uzuk, halqa deganlarmi tugab ketdi. Yigitning mijozi bargan sir o'sallashib, ayolini urib tillab, o'tirdiki, hayo deganlarni tamoman tugatib bo'lgandan keyin zahar chekishni uningga majburiy o'rgatdi. O'zi ishdan bo'shatilganini ozdab, ayolning sho'pirlik pravasini go'riga qo'yib zahar chekib, oxir uningmi ishdan bo'shatilishiga sababchi bo'ldi. Satchilik buning bilan tugmadi. Zahar oladigan pul yo'q, uni chekadigan odam endi ikki bo'ldi. Yigit uchun hammadan muhimi o'zining zahar xumarini besish bo'lg'achqa, u boshqa amal qilishga ko'z yetmaganda, boshqa erlarni uyiga boshlab kelib, bechora ayolini ularga berish badaliga pul tepib zahar elib chekishni tanladi. Bir er uchun aytganda, buningdan past ish yo'q. Zahar navbati kelsa, mana men degandek g'ururni payxon qilib yetarmi? Odam desa odam emas. Hayvan desa hayvan emas, bu bechoraga Xudoning g'azabi keldimi qanda? Necha oy ilgarila o'z mahallasidagi hojatxonada zaharni bilikiga ukol qilib etib ketib qoldi. U tiniqi mangulik to'xtab, zahar qumarining qiynishidan biroqla qutuldi. Yomon yeri uning ayoli. Bir singlisi va navra inisi bu ustoz boshlab qo'ygan yo'lni mengib etib, ismi jismiga loyiq bangi bo'lgandan keyin soqchilarga tutilib, hozirgacha sulaxonda ingirib yotmoqda. Urumchi shaharlik ma'lum idoraning oyiliklar qo'risida bir juft dardman ota-ona bor. Ularning u oydan bu oyga yetmaydigan pensiya puli bilan qo'rigil turmush kechirayotganiga xili yillar bo'ldi. Bola cho'ng qilamiz deb tartgan javr jafolari o'zlariga yetib ochdi. Ota-onaning jafoliq ajri bilan cho'ng bo'lib qatorga qo'shilgan bu yigitlar ularga tugmas bola qazo bilan javob qaytardi. Ular mehribon onaning halol sutini emib, ota-onaning mehr muhabbatiga qinib cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ularning atrofida zahar chekayotgan zahar xandalarning oldirishi bilan zaharga bir qadamdan yaqinlashib, oxir uningdan ajrayolmas holga tushdi. Onaning yig'lashlari, otaning yelinib yalvorib nasihat qilishlari ularga kor qilmadi. Zahar chekkan odam podshohdek bo'lib qoladigan gapkan. Ular sizni tillasimi, qaqshasimi, sizga eng sat gaplar bilan ahonat qilsimi, bardashlik berishingiz kerak. Agar ularning talabini o'rindab bermasangiz yoki qattiqroq tegib qo'ysangiz, siz uning ota-onasi, qarindoshi bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga vahshiylik etiladi, pichoq ko'taradi yoki bo'lmasa uydan qonqilabla chiqib ketadi. Uni izlab topolmay azoblanasiz. Demak, heliqi yigitlarmi bu jihatda o'zini ko'rsatdi. Buldir yazda texi 18 yoshga amdalo qadam qo'ygan birini o'ziga saxt heroinni haddidan ziyoda ukol qilib, qaytib qolgan yeridan tepib, ota-onasining yig'isi ichida mahalladagi jamoat namozini tushirib, yerlikka qo'yib etishdi. Bechora ota-ona uning ich og'riqida og'ir kasallarga mubtalo bo'ldi.
Aradan bir yil o'tganda uning inasini yomon yo'ldan qaytarib kelish uchun ota-ona qulum qo'shnilar maslahatlashib, uni chiroyli bir qizga chetib qo'yishdi. Illiq oila, mehri issiq qizning kuyunishlari uni qutuldiramadi. Texi yaqindala umoq bir bolasi yo'ruq dunyoga ko'z ochib, 15 kunlik bo'lganda hamma dardni yana shu ota-onaga, ayoliga va gunohsiz buvaqqa qoldirib, zahar tumanlari ichida jon o'zdi. Mana bu ashu oilada oxirgi umrini qon yig'lab o'tkazayotganlarning oilasida zahar bilan o'lganlarga nazar etish uchun yasalgan o'choqlarning xeyli uzoqgacha yemirilmaganligidan derak berdi. Urumchida chegara rayon mehmonxonasi deyiladigan bir joy bor. Bu joyda Rossiya va O'rta Osiyodagi boshqa davlatlardan kelgan savdogarlar savdo ishlari bilan shug'ullandi. Bizning nurg'un Uyg'ur erlarimiz bu yerga to'plashib, ichki o'lkalardan kelgan xo'jayinlar bilan chet ellik savdogarlar o'rtasida bo'layotgan savdoga yordamlashib, tarjimon, tunishtiruvchi, kelishtiruvchi bo'lib, orliqdan ancha-muncha pul topadi. Yomon bo'lgani shuki, bizning mana shunday tirikchilik qilib yurgan erlarimiz chet elliklarga tunishtiradigan mol avrishkisi qatorida o'zining qizdek, singlisidek chiroyli qizlarni kerakdan chiqaryotdi. Ma'lum avrishkichi er Uyg'ur 40 yoshda atrofida. U chegara rayon mehmonxonasining foydasini ko'rib kelayotgani xeyli uzoq bo'ldi. 3 yillik zahar chekish tarixiga ega. U o'zini chekib o'lib ketsa bo'ladi. Biroq zahardan ayrilib qolishning oqibatining yomon bo'lganligini bilgan bu avrishkichi boshqalarning yordami bilan Parizatdek ishq qizimizni pulga o'gitib, aldab qo'lga keltirib oldi. Bardi keldi munosabatlarning quyuqlashishi bilan bu qizlarmo uning zahar chekish yo'llarini o'rganib oldi. Qizlarga zahar chektirgandan keyin bu yerda pul nihoyat halqiliq narsaga aylandi. Zahar xumari tutgan bir juft Parizat uningga bog'landi. Ularning xumarlashgan ko'zlari bu iflos erga umid bilan tikilatdi. Er ularga bir chekimlik zahar berish badaliga oldi bilan o'zi ularni oyoq osti qildi. Zaharining bahasi oltin bahasidan eshib ketgan tursa, qizlarni va o'zini xumadan chiqsak zahar bilan ta'minlayalamdi. Bu er endi qizlarning yumran tinini dasmoyi qilish qaroriga keldi. O'zi tunaydigan 2 nafar chatarlikni tepib, qizlarni ularga solab berib, pulni o'zi oladiganga kelishdi. Qizlar har qatim zahar xumarda qiynalganda, yiliqi chatarliklarning dafsanda qilishiga uchirtimi, uning haqqini o'zlari elishga huquqli emas edi. Qizlarni, pulni, zaharni tamoman ashu avrishkichi er kontrol qilib oldi. Bundaq paskashlik xeyli uzoq davomlashgandan keyin qizlarning tenida kasallik alomatlari ko'rilishga boshladi. Bichara qizlar ma'lum ambulatoriyaga kelib tekshirganda, ularning og'ir jinsiy kasalga giriftor bo'lganligi aniqlandi. Qanday qilish kerak? Hamda pul kerak-ku. Qizlarga yig'lashdan, hasrat chekishdan boshqa yo'l yo'qmi? Ular kasal ko'pisiga aylanib, yiliq avrishkichini izlaganda, uni hech qanday joydan topa olmadi. Bizning ba'zi erlarimiz yuqorqidek iflosliklarni ovqat qilishning yo'lini qilib oldi. Biz atrofimizda bundaq avrishkichilarning xeyli ko'pligiga ishonmay tura olmadik. Buloq beshi ko'chasidagi bir magazinda ommaviy telefon urayotdim. Telefonni sozishib bo'lgandan keyin chiqib ketay deb tamsilashimga xo'jayin Ablat aka meni chaqirib, ko'rib beqishim uchun bir varaq e'lon qog'ozini tutqizib qo'ydi. E'longa munolar yozilibdi. Ichki o'lkadagi ma'lum shirkatda 20 nafar Uyg'ur kutuvchi qiz qabul qilindi. Yotoq tamaqini shirkat hal qiladi. Ularning oylik ish haqi 2000 yuan atrofida bo'lib, keyingi ifodasiga qarab yana o'stirildi. Tizim qoldiruvchilarning bo'yi 1.165 metrdan tuvan bo'lmasligi, yoshi 25 yoshdan tuvan 18 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Aloqalashuvchi Xjan. Men ishxonaga qaytib kelgandan keyin e'londagi telefon nomeri bo'yicha aloqalashuvchi Xjanga telefon urdim. Hamkorlashganingizga rahmat. Men ishkirdagi yiliqi shirkatning Shinjongda turishliq vakili. İşkirga bargandan keyin mulozimatchi qizlarning ta'minoti yaxshi bo'lamdi. Uningdan xotirjam bo'ling. Qizlarning ifodasi yaxshi bo'lib, o'rinlashtirishga bo'ysunsalar, ular puldan va boshqa sharoitdan g'am qilmas bo'ladi. Sizlarning shirkatda yana boshqa Uyg'ur qizlar bormi? 30 dan ortiq qiz bor edi. Endi ularning yoshi cho'ng'ib qoldi. Shunga ularni Dongbey taraflarga yo'tkib etamiz. O'rniga yangilar almashidi. Ular sizga qancha pul beradi? Shirkat menga har oyda 3000 yuan beradi. Komandirovka xarajati uning sirtida. Sizlarning shirkat ishkirdagi shuncha ko'p odamlar ichidan mulozimat izlamay Shinjongdan qiz yo'tkaydikina? Qiziqkansiz. Mulozimat kasbi bilan shug'ullangan shirkat xaridorlarni jalb qilishni bilish kerak. U yerdagi katta savdogarlar, xo'jayinlar hamda chet el savdogarlari ishkirdagi qizlarni to'liq ko'rgan. Ular bizning qizlarga alayda qiziqadi. Biz Shinjonglik qizlar orqali xaridorlarni, sayohatchilarni ko'plab jalb qilsak, shirkat ro'naq topmamdi.
Xo'sh, amsa, şirketingiz ro'naq topsin. Men telefonni shaqida qo'yib etdim. Hiliqi aloqachi menimi o'ziga o'xshash odam bediki deb bilib qoldi bo'lg'ay, o'zicha faqirlib so'zlab ketdi. Urumchi shahrining ma'lum bir nuqtaliq o'tir maktabi mas'ulining dard to'kishiga qaraganda, ular har dushanba kuni sinflarni aralab Uyg'ur qizlarini yo'qlama qilar ekan. Egilnischa yuqorqidek bediklar bu maktabda o'qiyotgan qizlaridek, singillardek qizlarni bir amallarni qo'llanib qo'lga kirgizadi ekan. Erlik g'ururini, insof, qarindoshlarcha mehr muhabbat deganlarni qayirib qo'yib, pul tepish uchun ashu qizlarni uyushtirib, har juma kuni dengiz yoqasiga uchadigan aeroplanlar bilan yo'lga solar ekan. Küçük qo'ygan xo'jayinlar ularni obdan o'ynatib, yanchiqlarga 1000-2000 yuan selib qo'yib, dushanba yoki seshanba kunlaridagi darsga ulgurtib, aeroplan bilan Urumchiga yetkazib qo'ydi ekan. Shunda qizlarning birisi o'qituvchiga yig'lab turib, "Ashu bizni avatgan debla bo'ldi qilgan. To'g'ri deyman. Ashu akalar qanday odamlardi? Bundaq bediklar bizda xeyli ko'p. Egilishimcha ular bu kasb bilan shug'ullanayotgani xeyli yillar bo'ldi. Ular Xinjiangdagi bir qism qizlarning ishsiz, yo'laksiz yurganligidan foydalanib, taraf-tarafga qatirab, e'lon chiqarib, har xil yog'lama so'zlar va chiroyli atalg'ularni ishlatib, qizlarni aldab qo'lga tushirib, ichkari o'lkalarga elib berib, ularni bir mazgil chiniqtirgandan keyin har xil hunarlarni o'rgatib, mulozimatga soladi. Ular shirkat uchun qizlarning chehridan, zilva bo'ylaridan, nozik tanlaridan foydalanadi. Qizlar u joylarda uzoq mazgil turgandan keyin beshimga kelganini ko'ray deb o'zini qo'yib etib, yomon yo'llarga kirib ketadi. Zahar chekidi, inson qalbidan chiqqan ishlarni qiladi. Oxir ularning ba'zilari har xil joyil xarakterlik jinsiy kasalliklarni, AIDS viruslarini yuqtirib, kerakdan chiqadi. Xinjiangga qaytib kelganlari ba'zi bir yigitlarimizni qardan chiqaradi. Agar erlarimizning, ajo aloqalashuvchi erlarimizning o'z pushtiga xos erlik g'ururi yo'qolmagan bo'lsa, san'atchi, usulchi, naqshchi, mulozimatchi qabul qilamiz deb qizlarimizni aldab, turkumlab to'shimas edik. San'at va boshqa kasbda o'qiyotgan o'quvchi qizlarni har yili yoziq ta'tilda uylariga ketkizmay, dengiz yoqalariga opirib, yalang'och usulga silib pul topmas edik. Ashundaq bediklarimiz tarafidan ichkirdagi ma'lum bir cho'ng shaharga aldab elib berilganlar to'pidan xo'rliqqa chidamay qaytib kelgan bir qizning bayonlariga qaraganda, har qaysi o'lka, shaharlarda mulozimat qilib yurgan qizlar xeyli ko'pkan. Ular dastlabda yiliqidek ishga o'rinlashtirishlarga ishinib, bediklarimizga agishib borar ekan. Har xil mulozimatlarga majbur bo'ladi ekan. Oxiri hamma nimadan ayrilgandan keyin taqdirga tan berib, kimlargadir qiydab, taraqqiy qilgan joylarning tayzini so'radi ekan. Ba'zilari jinoyat yo'liga mangadi ekan, turmalarga solindi ekan, hatto shu yurtlarda o'lib yo'qaydi ekan. Men qizlarimizning har xil normal yo'l, normal kasblar bilan har qanday joyda ishga o'rinishiga qarshi emasman. Bu ularning huquqi. Biroq yiliqidek erlik g'ururini yo'qotgan kiplaq bediklarning umrini qisqartish kerak. Ular bu yo'riq dunyoda yashashga munosib emas. Hurmatli ota-onalar, har holda farzandingizga ega bo'linglar. Zaharning odamni halok qilishi nihoyatda aniq.